Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana bir darvozamiz o'zimiz Namanganga Qayiqi degan joyga olib keldik. Uchqo'rg'on qayiqisi. Xudo xolasa darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Xolos shunday obzorni qilib Xo'p, darvozamiz ko'rishlari mumkin. O'sha Chechenskiy fason deydi, o'sha turkmancha darvoza desa ham bo'laveradi bu darvozamiz. Xo'p, darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Darvozamiz 3 qavatli variantda bo'lgan, 3 qavatli variantda ko'rishlari mumkin. Xo'p, yondoqlarimizda 10 ga 2 lik brus ishlatganmiz. Taglarimiz 10 lik shivillardan bo'lgan, listlarimiz brus 8 da bo'lgan. Xo'p, to'qima profillarimiz ham hammasi mana shu ichida 6 ga 4, mana 2-2lar ham hammasi qalindi, stenkalar qalindi bo'lgan. Zamoylarimizga keladigan bo'lsak, zamoylarimiz mana Zuber zamoy bo'lgan. Xo'p, bu joylari misol uchun shershopki listlarimiz 1-2 stenkada bo'lgan. Ko'rishlari mumkin, 1-2 stenka. Darvozamiz polni shumkali. Polni hop bu joylarga mana vibralarga e'tibor bersangiz, shu traktor vibra deydi. O'g'lik traktor vibralardan qo'yib, tepa tahiya qismlariga ham xudo xohlasa chiroyli qilib jilo berilgan. Darvozaga ko'rishlari mumkin, bitta baho berishlari mumkin. Hop, orqa tomonlarni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hop, orqa tomonlarni ko'rishlari mumkin. Orqa tomonlar tekis holatda bo'lgan, ko'rishlari mumkin. Shanurlarga keladigan bo'lsa, shanurlarga ham o'sha rally shanurdan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa darvoza bilan orqasi mayin qilib germetekislarni sepilgan. Qo'lni shumkali variantda darvozaga bitta baho beraverasizlar. Hop, aloqachisidan xudo xolasa chiroyli qilib dastavka knopkalar bilan qilib beramiz kelishtirib. Hop, do'stlar, bizim manzillar keladigan bo'lsa, bizim manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidagapa qishlog'ida joylashgan. Kerak bo'lsa shu aloqa chiqsalar, joyda shonani o'zida lokatsiyani tashlab beraman, borib o'sha joyda o'zidan zakaz berishlari mumkin. Yo deb darvoza tanlaydigan bo'lsalar, aloqa chiqsalar, Telegram orqali, WhatsApp, liboy ijtimoiy tarmoqda faolmiz, Telegram orqali kelishamiz. Xudo xolasa borib o'zimiz o'lchamlarda olib boramiz, uстановkalarni qilib beramiz. Darvozamiz 1 kvadrat metri 1 million 300 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mgacha chiqadi shu darvozamiz kvadrati. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa to'liq ma'lumotini beramiz. Materialga qaratib narx-navolar ketaveradi. Endi vibrlar keladigan bo'lsa, eng arzon vibr 450 ming so'mdan 3 milliongacha vibr bor. Aloqa chiqsalar, xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Xo'p, do'stlar, darvozamiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmachalarini bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.